Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 58-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirish. Xo'p, aytib o'tdik, o'nli kasr bu vergul qatnashgan kasr. Oddiy kasr esa surati, mahraji va kasr chizig'i bo'lgan kasr. Bizni, demak, bu mavzuda o'nli kasrni, ya'ni vergullik kasrni surat, mahraji bo'lgan kasrga, oddiy kasrga aylantirishni ko'rib o'tamiz. Bu esa juda ham oson o'quvchilar. O'nli kasrni oddiy kasrga aylantirishda uning o'qilishidan foydalanamiz. Ya'ni o'qilishiga ko'ra oddiy kasrga aylantiramiz. Keling, 1/3 berilgan bo'lsin. Biz buni qanday o'qir edik? 1/10 derdik. Shu uchun 1/10 ni demak, butun qismga 1 ni yozamiz. Ya'ni 1 bo'ladi. Kasr chizig'i chizib, mahrajga 10 yozamiz, chunki 10dan deyilyapti. Suratga esa 3 yozib qo'yamiz, 3 bo'lyapti. Demak, 1/10 kasr hosil bo'lyapti. Keling, yana bir misol keltirib o'tamiz. 2/48 bo'lsin. Bu qanday o'qilardi? 2/100 48. Va shu o'qiyotganimizga ko'ra oddiy kasrga aylantiramiz. Ya'ni butun qismga 2 ni yozamiz. 2/100 degani uchun mahrajga 100 qo'yamiz va 48 deyilayotgani uchun suratga 48 yozamiz. Shunda 2/100 48 kasr hosil bo'lar ekan. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirish. Xo'p, bizga quyidagicha o'nli kasr berilgan bo'lsin. 1/10 Shuni oddiy kasrga aylantirishimiz kerak. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, vergulli kasr bo'lyapti. Bu o'nli kasr deyiladi. Agar kasrni surati, mahraji va kasr chizig'i bo'lsa, u oddiy kasr hisoblanadi. Vergullik ko'rinishdan surat mahrajli ko'rinishga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirishimiz kerak. Xo'p, bu uchun esa o'quvchilar o'sha o'nli kasrning o'qilishiga ko'ra aylantiramiz. Ya'ni qanday o'qilsa shunday qilamiz. Va o'qilishni eslatib o'taman. Oldingi mavzularda o'rganganimizda, agar verguldan keyin bitta raqam bo'ladigan bo'lsa 10 dan, ikkita raqam bo'ladigan bo'lsa 100 dan, uchta raqam bo'ladigan bo'lsa 1000 dan deb o'qilar edi. Keling, buni o'qib ko'ramiz. 1/10 Nima uchun 1 aynan 10 deyapmiz? Sababi verguldan keyin bitta raqam bor. Shu uchun ham 10 deyapmiz. Agar verguldan keyin ikkita raqam bo'lganda 100 derdik. Agar verguldan keyin uchta raqam bo'lganda 1000 derdik. Va shunga ko'ra aylantiramiz. Demak, bu 1/10 ekan. Shu uchun ham mana 1 ni butunga yozdik. 10 deganimiz uchun mahrajga 10 yozdik. 3 deganimiz uchun mana suratga 3 ni yozdik va buni albatta noto'g'ri kasrga aylantirib qo'yishimiz ham mumkin. 1 ni 10 ga ko'paytiramiz. 10 3 ni qo'shamiz. 13 taqsim 10 bo'lar ekan mahrajning o'zi. Xo'p, ana endi ikkinchi misolimizga o'tamiz. 2/100 Nima uchun 2/100 1000 28 emas yo 10 28 emas? Sabab nima? Chunki verguldan keyin ikkita raqam bor. Shu uchun ham 100 deb o'qiladi. 2/100 ekan va shu o'qilishiga ko'ra aylantiraman. Ya'ni 2 ni butun qismga yozaman. 100 deganim uchun mahrajga 100 yozaman va 28 deyotganimiz uchun suratga 28 mana 2/100 28 bo'lyapti. Va buni albatta qisqartirib qo'yish mumkin. Ya'ni butuni turaveradi. Bu bizga xalaqit qilmaydi qisqartirishimizga. 100 dan 28 ni qisqartirib qo'yishimiz mumkin. 28 ham, 100 ham, ikkalasi ham 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lib yuborsam bunda mana 7 qolar ekan. 28 ni 4 ga bo'lsam, 100 ni 4 ga bo'lsam 25 qolar ekan va natijada 2/7 taqsim 25 hosil bo'ldi. Istasangiz buni ham noto'g'ri kasrga aylantirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni 25 ni 2 ga ko'paytirib 7 ni qo'shib olib. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa navbatdagi sonlarga o'tamiz. Xo'p. Bu sonimizga ahamiyat bering. 4/1000 68. Nima uchun 1000 68? Chunki verguldan keyin 3 ta raqam bor, shu uchun.
va buni ham o'qilishiga ko'ra aylantiramiz. Qanday o'qiyotgan bo'lsak, shunday yozamiz demak. 4 butun deganimiz uchun mana 4 butun yozdik, butun qismiga 1000 dan deganimiz uchun mana maxrajiga 1000 yozdik. 68 deganimiz uchun mana suratga 68 yozdik. Ya'ni 4 butun 1000 dan 68 bo'lyapti. Va buni ham albatta qisqartirish mumkin. Butuni xalaqit qilmaydi. Maxrajni ham, suratni ham bir xil songa, ya'ni 4 ga bo'lib yuborish mumkin. 68 ni 4 ga bo'lsam 17 qoladi. 1000 ni 4 ga bo'lsam 250 qoladi. Demak, natijada 4 butun 17 taqsim 250 hosil bo'ldi. Xo'p, navbatdagi o'nli kasrimiz 0 butun 100 dan 41. Chunki 100 dan deyishimizga sabab virguldan keyin ikkita raqam bor. Qolganlardan farqli ravishda bunda butun qism yozilmaydi. Agar butun qismi 0 bo'lsa, yozmaymiz butun qismini. Qolgan butun qismlar 1 butun bo'lsin, xoh 6 butun bo'lsin, farqi yo'q, yoziladi, faqat 0 butun yozilmaydi. 0 butun 100 dan 41 ni, demak 0 butunini yozmadik mana. Qolganini yozamiz demak 100 dan 41. Demak, natijada mana 100 dan 41 kasr hosil bo'ldi. Bu darsimizning oxiri edi o'quvchilar. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar tug'ilsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yuborishingiz mumkin. Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha